ber Xadicha. Ovozi o'chsa koshki edi. 9 kechasida jin tekkan bunga. Voy, bolalaring ham uxladi. Hali uxlamovding. Yo'q. Choy olib kel. Ovqat qolmaganmi? Qolmagan deya. Ovqat kerak emas, bolam, qo'yaver. Payshanba kuni tabibga chiqqandim. Har kuni qo'y suti ichsa dardga darmon bo'larmish. Qo'y suti? Qo'y suti qayerda ekan hozir? Sigir suti otliqqa yo'q-ku. Hozir-ku sigirimiz bo'lganda bolalagan bo'lardi. Shu kunlarda o'g'ri aralab qoldi. Qulupnayni bitta qizarmasdan terib ketyapti. Boshlandi. Vahima qilma, bolalar terib yeganda. O'g'ri qulupnayga keladimi? Kelib. Nimaga kelmas ekan? Og'ziga bir dona solgan bo'lsa, rozi emasman. Bir hovuchini olib chiqib sotsa ham bir kosa jo'xori beradi. Xadicha rost aytadi. Men kechalari smenda bo'lsam, xotinim 3 jo'ja bilan jon hovuchlab tong ottirsa, o'g'riga o'ljani katta kichigi bormi? Qo'liga nima ilinsa olaveradi-da. Bordi-yu o'zi yo'g'ida uyini o'g'ri bossa, xotini dod solsa, pichoqlab tashlasa, u yoqdan onasi chiqsa, uni ham pichoqlasa, vijdonsiz. Odamlarning boshiga kulfat tushgandan foydalanib qoladiganlarni qirish kerak. Birdan xayoliga kelgan fikrdan uning vujudi titrab ketdi. Qora kunlari uchun ne umidlar bilan tishida tishlab yurgan g'unajinni o'g'irlagani uchun o'lim to'shagida yotgan ukasining oxirgi nasibasidan mahrum qilgani uchun non puli deb yetishtirgan mevasidan judo qilayotgani uchun shundoq qasos olsinki, o'sha xudo bexabarlardan. Akaman, yangaman bir marta xabar olmadi. Shonemat yig'lay olmas edi. Yig'lashga madori yetmasdi. Kechayam aytuvdim, ko'nmadilar. Qulupnayga sut alishadi dedilar. Shoikrom boshqa hech nimani eshitmadi, eshitolmadi. Foydasi ham yo'q edi. Umri xolani peshin namoziga chiqarishdi. Go'ristondan chiqib kelishayotganida Shoikrom odamlarning o'zaro gapini eshitib qoldi. Eshitdingizmi? Urush tamom bo'pti.